Men kambag'alman, bu esa boy. Mana boylik. Bular ham buni qidirib yurishibdi, o'ldirish uchun. Men ham bir yordam qilgim keldi ularga o'ldirish uchun. Ularga haq berdim, ularga narsa qildim, lazerlar qo'ydim, uni boyligiga hech kim to'sqinlik qilmasligi uchun. U menga albatta 1 million bergandi. Shuning uchun u bilan do'st bo'ldik. Keyin biz zo'r ishlarni qildik. Shunday bo'lib ketdi. Menga bergan pullarimni Jitilga berdim. Jitil esa uni o'ldirdi va boyligi hammasi menga qoldi. Bu Jitil. Hey yo, vallahi hammasi salom sizlar bilan. Yana o'sha yashil eshikmi? Yo'qsa. Bizlar esa yashil eshikda do'sti. Bolalar bugun qizil eshikmi? Skinim yashilga o'zgartirdim deyapman. Bolalar, yana bir gapni aytishim kerak. Sal yashil eshikda mazasi bo'lmaganiga ololmay qoldim u bilan va u bilan men sayohatdan chiqolmadim. Shunday bo'ldi. Qarochi, video davomida ko'rgan narsalar bor, haqiqat edi. Endi videoni boshladik. Ure. Ya, davay, bella. Kay, Kay. Bola bizni kuzatmayapti hech kim degan umiddaman. Kay, nima qilyapsan? Bella, hammasi nazoratim ostida. Hay, bola, hech kim bizni kuzatmayapti. Yo, WhatsApp. Nigir bola, obunachilar, qizlar, videoni tomosha qilayotgan. Bu kim edi? Albatta obuna qo'yinglar. Bu menga shu boyni qo'lga tushirishga yordam beradi. Bella bilan Kay mening do'stim. Qo'rqmanglar, ular meni dushmanim emas. Albatta yashil eshikda sog'lik joyida bo'lib qolsa, u bilan ham olaman. Salom. What the hell? Toshga olaymiz. What? Izmurud. Amayl. Soatlar o'tdi. Men baribir keldim qishloqqa. Va sandiqni ochib qarasam, xat bor ekan. Hatto ochib qaramadim-da, darrov yo'lim davom etdim. Yo'lim davom etgach esa sandiq topdim. Sandiqda izmurod bor va non o't. Kay bilan Bella keldi. Va aytdim, nimaga kelyapsizlar dedim. Ular menga javob aytdi. Men shunchaki keldim deyishdi. Seni ko'rgani o'lmadingmi deb dedi. Ahmoqligim bilan shular. Men sandiqlarni ochdim, piramidani. Izmurod topdim yana va toshlar bilan u yerdan chiqib ketdim. Shunchalik uzoq edi. Va chiqqandan keyin Jitil do'st menga yordam qilishga yordam berdi va Kay bilan Bella va ular kelishdi temir aslahada va men ham ishga kirishdim. Bu yerdan o'tish uchun ancha mehnat kerak dedim. Va boy keldi. Boy menga pul beraman dedi. Soqqali ish dedi. Meni o'ldirishga harakat qilmasang, men senga shuncha almos beraman dedi. Keyin esa men mayli dedim va uni aldagan holatda men baribir golemlar chaqirib o'ldirmoqchi bo'ldim va golemlarni topdim. Golemlarni shunchalik urdimda yur dedim va golem tushunmagach meni ham urdi va ortimdan yugurib keldi. IQ-da bu, IQ-da. Baxke golem garang. Baxke. Urmani qula. Mana unga o'tir icham, o'tir. Spasiba. Endi ket, yo'qol. Aylanib yurmashni. Mana shaqasiga, mana shunday kirib boradi bu yerga. Xo'sh. Jitil, nima bo'ldi? Hech nima bo'lgani yo'q. Hozircha. Yaxshi. Golem, sen ham mana yoqqa o'tirishing shart, do'stim. Mana ketdi. Kir mana shu yerga. Kirasan va bularni buzaman. Endi sen mana shu yoqqa turasan, brachishga. Jitil, sen menga bittasi bermoqchi eding.
Va do'stlar, u narsani yemib oldim va ketdim boyning la'nati sarmisoq uyiga. Bolalar, aytgancha obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha mehnatni qadrlang holatda. Albatta bu videoni men olmayapman. Tarjima qilyapman, mayli, shunga yaxshi-ku, ha? Yo, olmoslikni tayyorlash kerak deganimda esa menga qarab, ular shuncha olmos aytishdi va boyga qaradim. Boy, menga bunchalik ko'p soqqa berib yubording dedi. Va menga boy qarab aytdiki, sen meni do'stlaringga aytib o'ldirmasang, men senga har haftasiga olmos 3 stak olmos beraman dedi va har kuni shunday olmoslar bera boshladi. Va men shunchalik boyib ketdim. Lekin baribir uni o'ldirish kerak edi. Chunki shunday oddiygina qishloqda boyning qishlog'i berda juda ham ortiqcha-yu. Kimga yoqadi shunaqa narsalar bolalar? Ishonasizlar, vashshiyu. Dahshat yoqmaydi vashshi. Xunnik turadi, xunni. Do'stlar, sizlar ham bittansini aytish kerak. Bolalar, mening kanalimda 2 ta obunachi bor. Tezroq obunachini yig'ib beringlar menga. Menga ham komment juda zaril. Bolalar, ana jiminglar. Kay. Mana o'tib ko'rdim. Yaxshi hozircha. Bella, davay. Sen o'zing ishing muhtoj. Wow. Yo mayo. Bolalar, nima qilishadi bular? Sandiq topib oldim, sandiqda esa chelak esa bu, bundan keyin qondan keyin o'g'il, undan keyin bu. Keyin qurib chiqdim, boyni uyida. Keyin boy menga qarab aytdi, nima qilyapsan deganda esa men uyingizda o'ryapman dedi. Nimaga deganda esa chunki siz o'tolmaysiz deb qo'yibman bolalar. Voy, yomon karting yedimi bella? Nimasini aytasan juda. Nima haqida gaplashyapsizlar bolalar? Shnima? Mayli, bizga farqi yo'q hozircha. Bu yaxshimi? Yaxshi, hozircha. Yaxshi-yu, normalni. Bolalar, charchadim, lekin uxlash kerak. Bolalar, obuna o'qinglar. Bolalar. Voy, nima? Voy. Jitil aytuvdim, men senga sotqinlik qilmayman deydi. Lekin afsuski buni topmabdi. Topish kerak. Men o'zim ishga qidirib borman. Yo, plagerlar. Yo, WhatsApp qo'shdim. Yo, shunchasidan olmay qoldim. Yo, WhatsApp neger bolalar, obunachi qizlar bu videoni tomosha qilayotganlar nima bo'ldi? Va men bunday qilib bittada uyni yo'q bordim. Mayli, obuna bo'lib qo'ysanglar bor, libojon yo'q bo'laman. Wow, amma. Yo, ko'ryapsizlarmi, yelkamga u qizgan. Men yaralandim. Boy, yaxshimisan? Nima bo'ldi? Ishlar yaxshimi? Yaxshi. Unda what? Qara, boy, effekt yaxshi. Boy, qara, men ko'p pul berishing kerak. Ko'p pul. Boy ketib qoptimi? Mayli, tashib ketamiz, o'zi oladi. Biz kreativga o'tib hozir hammasidan qilamiz bolalar. Nima qilyapsan kreativda? Survival o'ynash kerak deyapti-yu. Men baribir bu gaplarga turib qo'yib, baribir kreativda yurdim va u tushib ketdi va men mazza qilib oldim. Va bolalar, nima qildik aytaymi? Bizlar eng kuchli narsani qildik. U narsa yana tuzoqda tuzoq demoqchi edim, gapim bo'ldi. Boy, nima qilmoqchisan? What? Wow. Bolalar, mencha 10 minutda videomiz tugaydi. Chunki sal ikkinchi qismi ham bor. Keyin qilamiz bolalar. Mayli, ko'rishguncha. Xayr demoqchi edim. Ozgina ishlarim chiqib qoldi. Bolalar, hozir videoni tugatishimiz kerak, menimcha. Yevrosamat saroyini qaranglar. Jitil, sen menga
Shunchalik aktiv qilib oldingmi la'nati? La'nati. Mayli bolalar biz kuymaymiz. Shunchaki oddiy. Hamma kuygan odam-ku. Yo'q bola. Sizlar bilan men bo'ldim va Jitel boy va anavi ikkita garang bo'ldi. Xayrlashamiz bola. Keyin qismlarda ko'rishguncha. Xayr. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Shuncha olmos yetib olganimiz bilan ham xayr. Ikkinchi panani. Hazillashib bola bu qo'shiq oddiy. Xayr.